Hammaga salom, men o'sha Minecraft'terman. Endi bu safar qishlog'imni yonginasida mayo quraman. Men oddiy bloklardan qurmayman. Almasli blokdan quraman hozir. Yana kommentariyada yozib ketinglar. Qanaqa bloklardan quraman? Almas, izvorot, temir, oltin va nezirit blok. Va almas ruda, oltin ruda, temir ruda, ko'mir ruda va shunga o'xshash boshqa narsalar. Va bedrock ham bor. Uni esa menga kommentariyada yozib keting. Men shunga qarab quraman. Bugun men birinchisini almasdan quraman va ikkinchisini mayli, qurganimda aytaman. Ungacha almasnisini tezroq qurishga harakat qilaman. Chunki men bundan keyin yana bitta mayoq quraman. Bunisida qanday mayoq quraman? Fikringizni kommentariyada yozib keting. Menga juda ham qiziq. Endi xato qilganlarimizdan to'g'rilaymiz. Mana bitta bo'ldi. Xato mabda biz ikkita blok buzib tashlasa bo'ldi ekan-ku. Shunchamidi? Mayli. Endi mana bu yerdan o'tib, mana bu yerni qilib bo'lgach, menimcha yana xato ketdi. Xato ketdi. Lekin men bilmadim. O'g'il bolalar esa ayollarni hurmat qilgan holatda hech bo'lmasa bitta dona komment, bitta nuqta tashlab ketsanglar ham bo'laveradi. Mana bu yerga qo'yamiz. Hozir bilib qolsam kerak. Chunki men bu yerga ketyapman-ku. Hozir ikkitalik qo'ygandan so'ng uchta qo'yib yubordim. Ana endi bilib qoldim. Temir. Nima xato? Temir tersangiz ham ishga kirmagan-ku. Lekin bu yerga qo'yish kerak. Yana temirlar, bir balolar. Nimaga unaqa yopayotganini bilsanglar, обязательно kommentga go deylar. Mabdi o'rtagini olib tashlash kerak deb o'ylayapman men. Yo'q, mana yoniga qo'yish kerak. Buni yoniga qo'yish kerak. Tushundim men. Bo'lmasa xato chiqib qolar ekan. Mayoqni qurib bo'lyapmiz va oxirgi lahzalar tayyor. Mayoq 5000. Kimga yoqqan bo'lsa like bosib qo'ying. Endi biz nezirit blokdan quramiz. Yana to'liq nomini bilmayman. Bilganlar kommentariyada yozib ketsin. Qani kettu, davay quramiz. Ko'p bloklar qo'yamiz. Qo'yamiz. Tez bo'lamiz. Mana bu yerga ikkita blokdan qo'yib ketamiz. Tez bo'lamiz. Chunki ko'p chunkilar bo'ldi, uzr. Tak. Bunisida ko'p xato qilmayman degan umiddaman. Mana birinchi xato. Tak, sanab turamiz endi. Uchinchi xato. Nechta blokda xato qilganimni ham sanab turaman. 4-xato. Tak. Yana xatoyim bormi? Yo'q. Bo'ldi. 5-xato. Yaxshi. U xato emas. Yana bo'ldi. Menimcha xatoyim yo'q. Endi tez quramiz. Kechasi tushdi, menimcha yo'q tushyapti. Uncha ko'ra olmadim. Lekin biz kechasi tushayotganda agar joyida qurayotganda klipper kelardi, zombilar kelib xalaqit berardi. Shuning uchun ham men kreativda qurishga qaror qildim. Ham kreativda qurish qulayroq, uchib qurasiz. Har holda nima edi? Osonroqda. Zombilar, enderman, klipper deganlardek hech kim teya olmaydi. Endi oxirgi lahzalar 4 ta mayoqni quramiz. Juda katta mayoq qurdim. 1 2 3 4. Biz ham qurib oldik. Mana buni ichini qaranglar. Chiroyliligini qarang. Oy. Men xato qilganimni topdim. Do'stlar. 1 2 3 4. To'rga to'r. Qani olg'i deb
qo'ydi buni. Ko'rdinglarmi chiroyliligini? Shunga yarasha qaysi biri yoqdi sizlarga? Neziritmi yoki almazniymi? Fikringlarni kommentariyada yozib ketinglar. Endi biza shu paytda ulgurib izvorotli mayoqni quramiz. Qani, let's go. Go, 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 go. Let's fucking go, 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 go. Let's go. Tez quramiz, tez bo'lamiz. Tez qurmasak bo'lmaydi. Tez quramiz, tez quramiz. Tez quramiz. Tez qurmasak bo'lmaydi. Bo'lmasa tez bo'lmaydi. Tez qurmasak bo'lmaydi. Chunki kechasi bo'ladi, moblar paydo bo'ladi. To'g'ri, moblar paydo bo'lgani bilan baribir hech nima qila olmaydi bo'lish. Lekin mana bu yerning ichiga spam bo'lsa, mana urib tashlashim kerak. Shuning uchun hop qo'yamiz, tez qo'yamiz. Tezroq bo'lishga harakat qilishimiz kerak. Chunki kechasi bo'lsa moblar spam bo'lib paydo bo'lib bizga xalaqit berishi mumkin. Mana Enderman ham xalaqit beryapti. Bu nimadir qilgim kelyapti, urib o'ldirib qo'ygim kelyapti, lekin mayli. Yosh bolada hali. Oyisidan keldi deb qolamiz. Mayli, shuncha timga qo'yib qolamiz. Nimaga biz yapman? Shuni bilmadim. To'g'ri quryapgan ekanman. Lekin bo'l. Bu IQ'si cheksizlar uchun. Bo'l, IQ deb qo'ydim, IQ. Hop. Biz mayoq qurayotganimizni esimizdan chiqarmasligimiz kerak. Tak. Menimcha xato qildim, to'g'rimi? Ha, to'g'ri. Xato qilib qo'ydim. Enderman yo'qolib tur bu yerdan. Buni qo'yib yubordim-ku. Mayli. Enderman topsam urib tashlayman hozir. Mayli, kelmay turgani yaxshi. Bizga foyda. Unga chuqur olamiz. Tez 3 4 6 7 9 9 12 12 16 16 15 20 tabliqda tez qurib tashlaymiz. Bo'lmasa moblar hozir spawn bo'lib basharamizdan chaqib tashlashadi. Hazil. Dabdala qilib tashlashadi. Endi mana bularga bug' bormi bu yerda? Shunaqa asabim bizlarga ketadi. Asabiylashtirib tashlaydi bular bor-ku. Bug' bormi senga? Asab. Oh yes, baby. Chucky. Mayoqni ham qurib bo'ldik. Endi iltimos kanalga obuna bo'lib like bosing. Sizga oson-ku. Sizga iltimos qilaman. Bir dona tugma-ku. Iltimos like bilan obuna bosing. Kommentariy hammasdan